Saxta tibabetçi bilen haqiqiy tibabetçini qanday farqlandiramiz? Nurg'ulg'an do'stlarimiz mush temaga nihoyat bak qiziqdi. Shundaqla bizga ayonki mush tibabetchilar orasida saxta tibabetchilarmi haqiqatan mavjud. Nurg'ulg'an do'stlarimiz mush tibabetni yirganmaydi. Faqat mush tibabetchilar orasidagi ba'zi bir aldamchi va saxta pazlardan nafratlandi. Bu nuqta hammamizga ayon. Unda bo'lsa men tövətdə bir neçə nöqtə arqalıq mush haqiqiy tibabetçi bilan saxta tibabetçini qanday farqlandiramiz? Shuningdek, qanday holatda shu tibabetchilarga ishonsak bo'ladi? Mush nuqtada o'zim bilgancha qisqacha holatda sizlar bilan barilinimiz. Mush film balkim nurg'ulg'an do'stlarimizga yarashi mumkin, nurg'ulg'an do'stlarimiz foydalana olishi mumkin. Shunga mush filmga qiziqadigan, yoqtirgan do'stlarimiz yuraklarni bisib o'tgach, yulduz belgisini bisib saqlab olgach filmning oxiriga diqqat qilsanglar. Yani tövendeki bir neçə xil nöqtə arqalıq biz haqiqiy tevhid bilan saxta tevhidni farqlandıra olamiz. Shuningdek özümüzningki manfaatini qo'g'dashga asos sola olamiz. Buningki birinchisi bo'lsa, bir xil retsep bilan yoki bo'lmasa bir xil dori bilan men hamma kasalni davolay olayman deb meydasiga mushlash qilib ketini oladigan mushunda bir tevhidlardir. Yani tibobitimizda hech qachon bir xil dori bilan hamma kasalni davolaydigan mushundaq bir ish mavjud emas. Chunki adamninki adam bilan adam o'xshamaydi. Adam bilan adamning ishi o'xshamaydi. Bir adam bilan bir adamninki jinsi yashayotgan turmushi degandeklar o'xshamaydi. Shuning uchun tibobitimizda mizoj xilit deydigan bir xil huquqlar shakllangan, ham shu orqali kasal davolash deydigan bir huquq tibobetchilar uchun nihoyat muhim bo'lib sanalgan bo'ladi. Ikkinchi birisi bo'lib qolsa, birlik qitimda 2 oylik dorichisiz, 3 oylik dorichisiz yoki 1 yil mush dorini uzmay ichsiz deyish bu xil ahvol uchraydigan do'stlarimizning nihoyat ko'p bo'lishi mumkin. Bunda tevhidlarningki ko'pinchisi dori chetishni maqsad qilgan bo'lishi mumkin. Chunki tibobitimizda kasalni davolashda mizoj va xilitga asosan shu kasallik nima xilitidan kelib chiqdi, nima sababdan kelib chiqdi deb shu kasalni kelib chiqishi qarta muzich bir orqali kasallik moddasini pushirish, musil bir orqali badandan surib chiqarish, uningdan keyin yolliq bo'lsa yolliq qaytirdiganga yoki bo'lmay qolib qolsa quvvatlash kerak bo'lsa quvvatlaydiganga, a'zolarning xizmatini ilgari surdiganga mushuna tadrijiy holatda dori tangshash deydigan bir qoida bor. Bu her bir tibobetchi uchun cho'qim muhim bo'lgan tibobetning mizoni hisoblanadi. Uchinchi birisi tomol tutiblar hamma kasallik hukm qilib o'tadigan shunda xislatlik tiboblar. Bu tiboblar qanday bo'ldi degan vaqtda o'zini bir sirliq ko'rsatish. Shuningdek bir tomol tutish orqaliqlar hamma kasalni topalaydi ekan-go degan bir hukmga kallasi oddiy bir kishilarni keltirish maqsadida mushkil usulni qo'llangan bo'ladi. Bunda desem nurg'ulg'an do'stlar mushunda odamlar mavjud-ku deyishinglar mumkin. Lekin mush tibobet nazariyasi va tibobet ilmida tibobet amaliyatida bo'lsa, kasalliklarni qarab tekshirish, so'rab tekshirish, purab tekshirish, shuningdek tomo tutib tekshirishdan iborat 4 xil usulni qo'llanib kasalliklarga diagnoz qo'ygan. Hatto mush 4 xil usulmi kasalliklarga diagnoz qo'yishga, ya'ni yetishmasligi mumkin. Kasallik deganga bir tomoni tutiblar siz manchi kunda saqlaydi ekansiz, manchi kunda o'ladi ekansiz. Yoki bo'lmasa manda kasal bor ekansizda deb jazmlashtirish bu asli mumkin bo'lmaydigan ish. Ya'ni qadimdan tortib biz kinoda ko'rgandek Shileyloning kinosi emas ma zaman. Shuningdek qadimdan tortib bir so'rablam yo tomoni tutiblam manda kasal ekansiz deb hukm qilish bu xato hisoblanadi. Biz bayam deb o'tgandek bunda tiyibladimmi bir azar eylishinglar kerak. To'rtinchi birisi bo'lsa, mushu oddiy kasalga murakkab retsep ishlatadigan. Oddiygina bir zukamga bo'lsa, cho'ng bir retseplarni ishlatadigan. Mushunda ishlarni biz saxtapazlik deb o'ylaymiz. Bunda tiyiblarni ko'pinchisi yana mush dori setib olishni, yana pul tepishni maqsad qilgan bo'ladi. Tibobetchilikda bo'lsa, qancha oddiy retsep bo'lsa, shuncha kasalliklarni davolashda beslishi mumkin tibobetchilar. Oddiygina bir kasalga nisbatan aqriqarha rigmayi, saqanqur ipa amba deganlarni sunish bu tibobet qonuniga xilof. Bir arpa badiyan bilan saqaydigan kasalga arpa badiyanni davo qilish, ipar anbar kerak bo'lgan kasalga ipar anbar kerak qilish kerak. Qalaymiqan holatda retsep izish yoki bo'lmas kasallikni ko'ptirib so'zlash orqali bemorlarni kallasini yuvish, shuningdek pul tepishni maqsad qilish bu tibobet qonuniga xilof bo'lgan qilmish. Mazmunimizni yoqtirgan do'stlarimiz davomli yuraklarni bisvatgach inkaslarni gullarni yo'llab qo'ysanglar. Ondan keyin mush kasalliklar to'g'risida so'raydigan maslahatinglar bo'lsa, ayrimxonaga uchir qoldirsanglar bo'ladi.